Bu yil Ramazonni avvalgi yillarga nisbatan ko'ra ko'proq intizorlik bilan kutdim. Chunki Allohga oson texnikasi daftarini sotib olgandim va uni Ramazon oyi ichi to'ldirib chiqishni niyat qilgandim. Avval oddiy daftariga ushbu texnikani qilib ko'rmoqchi bo'lganman, lekin negadir 30-simdan keyin to'xtab qo'yganman. Hammasi Allohdan va endi bu safar sizlarning guvohligingizda ushbu boshlagan ishimni oxiriga yetkazmoqchiman. Sizlarning yordamingiz va qo'llab-quvvatlashingiz menga turtki bo'ladi. Bugun birinchi kun, Ramazon oxirigacha esa har kuni 3 tadan ismga o'z niyatlarimni yozmoqchiman. Sizlardan esa like, podpiska uchun rahmat deya niyatingizni so'ramoqchiman. Siz niyat ayting, men o'z niyatlarim orasiga siz uchun ham Allohdan so'rab duo qilaman. Menga ajratgan 1 daqiqangizga rozi bo'ling va ertangi 3 ta niyatlarim orasida o'zingizni tilagingizni ko'rishni istasangiz, uni albatta kommentariyga yozib keting. Izohlarda sizlarni kutaman.